aka shu u koridorga borib kelaverasiz yana eshikni oldiga borib kela olasizmi ish qilib hojatga chiqib kelyapman. mana shu yurishda Shu yurishda. bo'ldi endi bo'lmasam-chi shu yurish bo'lsa baribir borganingiz bilan ham bundan battarlashib qolasiz qaytib kelishga qiynalasiz Qaytib kelishga yordam berishdi-da. ha demoqchimanki ketishingiz shu bo'lsa qaytishingiz bundan og'irda bo'ldi qaytavering aka sizni qiynashga kerak yo'q yaxshi endi bugun birinchi kun hali ochmadik endi ochamiz qarang 5 metr bu yoqqa zo'rg'a yura olyapsiz 5 metrdan keyin уже отказ qilyapti sababi grijali nerv kanali stenoz qisilib qolganda sizda siz ham aytdingizmi stenoz deb sizda hammada ko'rdingizmi bu yerga kelaveringlar bu yerga kelayotgan bemorlarda 50% stenoz bor 50% da undan ham ko'pida kirib yotib olaverasiz endi tortamiz endi aka Men ana siz bergan mashqlarni qilib ancha o'zimga keldim-da. yaxshi ko'ryapsizmi ahvolini mana ham skolyoz ham grijada bo'ldi Skolyoz keladi joyiga. ha bo'ldimi narsalar zap chiqdingiz ho'p bugun 5-kun birinchi kunda boshlashdan oldin olgan edik ahvollar o'zgarishi yaxshi bo'ldi rejim mashq rejim aka uzoq o'tirmaysiz qattiqroq joyda bunaqa qattiqda yotqizyapmiz uyda ham shunaqa holatda yotasiz endi aka biz ham buni elga ko'rsatib qo'yyapmiz mana rezultat shunaqa bo'lyapti endi kimda qanaqa bo'ladi biz ham bilmaymiz qo'limizdan kelganini qilamizda bitta yurib nima qilasiz yuringchi aka poxodkangizni olaylik yaxshi necha metr yura olasiz bir yurganda hozir примерно bir Kecha 1 kilometrdan oshib yurdik. kecha 1 kilometrdan oshib yurdingiz yaxshi bo'lmasam aka bu holatingizga lekin ishonib ko'p ham nagruzka bermang nimaga deng nervlar qisilishi endi yozilyapti-da qayta ushlab qolishi mumkin ko'p nagruzka bersangiz necha rejimda yaxshiroq saqlasangiz uzoqroqqa borasiz-da misol hozir bitta aka nimaga keldi ko'rdi yotqizdi-yu 2 yil avval davolaganmiz ayolini yotqizyapti demoqchimanki rejimda yaxshi qilsangiz yillab yaxshi yurasiz-da ana shu rejim og'ir ko'tarmaysiz qattiqroq joyda yotasiz uzoq o'tirmaysiz mashq bajarasiz ertaman 5 minut kech payt 5 minut aka endi hozir birinchi kurs qildik xudo xolasa bir oydan keyin bitta kelasiz baribir kontrolni qilamiz-a. Xo'p sog' bo'ling shifo tilaymiz sizga ham sog' bo'lib qoling aka. Xo'p